Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga navbatdagi murojaatnomasi jamiyatimiz tomonidan albatta alohida qayd etish lozimki, katta qiziqish bilan kutib olinib va chuqur e'tibor bilan tinglanganligi biz alohida ta'kidlashimiz lozim. Chunki aynan mana shu so'nggi yillarda murojaatnoma yo'llash an'anaga aylanib, u mamlakatni rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab beruvchi muhim siyosiy va strategik hujjat sifatida qaror topganligi bilan ahamiyatlidir. Murojaatnoma bu o'sha avvalo davlat va jamiyatni tashvishga solayotgan, o'ylantirayotgan eng dolzarb shu masalalarga tizimli yechimlar taklif etilishi bilan ham ahamiyatli ekanligini ta'kidlashimiz lozim. Unda biz mana nafaqat hozirgi islohotlarning mazmun mohiyati, balki o'sha kelgusidagi rivojlanish yo'nalishlari, aniq maqsadlar va ularga erishish mexanizmlari belgilab berilganligini biz alohida ta'kidlashimiz lozim. Eng muhimi bu o'sha qanday natijalarga erishamiz va bu natijalar fuqarolar hayotida qanday aks etadi degan shu savollarga amaliy javoblar aynan murojaatnomada taqdim etilishi bilan ham aynan murojaatnoma ahamiyatlidir. Shu jihatdan murojaatnoma strategik ahamiyatga ega bo'lgan o'sha dasturiy hujjat hisoblanadi, chunki unda biz aytganimizdek ilgari surilgan tashabbus va g'oyalar keyinchalik o'sha qabul qilinadigan davlat dasturlari, tarmoq va hududiy strategiyalarda o'z ifodasini hamda amaliy o'sha ijrosi uchun asos bo'lib xizmat qiladigan hujjatdir. Bu yilgi murojaatnomada ham eng muhim va o'sha hayotiy masalalarga alohida e'tibor berilganligini ham ta'kidlashimiz lozim. Xususan o'sha olib borilayotgan islohotlar jamiyatning har bir a'zosi tomonidan kundalik hayotda bevosita sezilishi lozimligi ta'kidlandi. Davlat rahbari o'sha joylarda, ayniqsa o'sha mahallalarda infratuzilmani tubdan yaxshilash masalasiga alohida e'tibor qaratdilar. Yo'llarning sozligi, sifatli ichimlik suvi ta'minoti, obod va qulay yashash muhiti aynan o'sha mahallalarda ta'minlangandagina fuqarolar davlat organlari faoliyatiga o'sha real baho bera olishi qayd etildi. Aynan mana shu yondashuvdan kelib chiqib, joriy yilni mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilish tashabbusi ilgari surildi. Bu qaror islohotlarni eng quyi bo'g'in, ya'ni o'sha inson yashaydigan va kundalik hayot kechiradigan hududlarda jadallashishiga qaratilgan bo'lib, inson manfaatlari davlat siyosatining o'sha markazida degan tamoyilni amaliy ifodasidir. Murojaatnomada katta va uzoq muddatli maqsadlar ham ilgari surildi. Jumladan o'sha O'zbekistonning kelajakda o'z kosmonavtlarini koinotga uchirish niyatida ekanligini ham mana davlatimiz rahbari tomonidan murojaatnomada ta'kidlandi. Bu o'sha tashabbus aynan o'sha mamlakatimizda ilm-fan, ta'lim, texnologiya va o'sha innovatsiyalar sohasida olib borilayotgan islohotlarni zamiri va natijasi sifatida biz bunga qarashimiz kerak ekanligidan dalolat beradi. Shuningdek, davlat boshqaruvini takomillashtirish masalalari ham murojaatnomaning o'sha muhim yo'nalishlaridan biri bo'lganligini ta'kidlashimiz lozim. Davlat boshqaruvini o'sha xalqqa yanada yaqinlashtirish, davlat xizmatlarini qulay va tezkor qilish, raqamlashtirish orqali inson omilini maksimal tarzda kamaytirib, kerak bo'lsa albatta jamiyatimiz tashvishga solayotgan o'sha korrupsiya xavfini oldini olish bo'yicha ham chora-tadbirlarni izchil davom ettirish masalasiga davlatimiz rahbari murojaatnomada to'xtalib o'tdilar. Bu esa o'sha davlat apparati samaradorligini oshirish va fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi deb ishonamiz. Undan tashqari fuqarolik jamiyat institutlarini rivojlantirish, davlatning ochiqligi va hisobdorligini ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlar ham aynan mana shularni ham davom ettirish murojaatnomada qayd etildi. Chunki o'sha nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoatchilik tuzilmalari va fuqarolarning o'sha faol ishtiroki davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda muhim omil sifatida qaralayotgani murojaatnomada yana bir bor o'z tasdig'ini topganligi bilan ham murojaatnoma ahamiyatlidir. Umuman albatta shu xulosa qilib aytganda prezident murojaatnomasi mamlakatimiz taraqqiyotining navbatdagi bosqichga puxta tayyorgarlik ko'rishga qaratilgan
aniq maqsadlar va real mexanizmlarga asoslangan strategik hujjatdir va u o'sha islohotlarning mazmunini yanada chuqurlashtirib, ularni har bir fuqaroning o'sha kundalik hayotida yaqinlashtirishga xizmat qiladi deb ishonamiz.